Assalamu alaykum ko'rmanlar, yaxshimisizlar? Superga paranlar subsiga kelganlarni qarshi olamiz. Mening ismim Talat. Bizning turmushimizda nurg'unlagan kerakli bo'lgan narsalarning e'lonini o'chirtimiz. Masalan, oyoq, kiyim-kechak, mashina, sut parashoki, dora degandek. Mushu e'lonlar bizning iste'molimiz uchun yetakchilik rol o'ynaydi. Lekin men bir narsa ilishda bak qiynayapman. U bo'lsa kitob. Chunki men bu yil planimda 12 taxminan 12 parcha kitob o'qiy olishim mumkin. Lekin bozorda hatto hisobsiz kitoblar bor. Uning ustiga davlatimizda hozir har yili nashrdan chiqayotgan kitoblar 200 ming parcha atrofida ekan. Men buni nisbatlashni olsam, men o'qigan kitobim faqat bu kitob bu yil chiqqan kitobimning 0.0006% ni tashkil topadi ekan. Undaqda men hozirgi bilim qurilmamga eng mos keladigan kitobni topmam xuddi denizning ichidan yangi izlamakka o'xshash tasavvur qiladi. Buningga men bir misol olsam, men o'sha yaqinda Jobsning Ochbizi nomli bir yaponiyalik yozuvchining xanjurchiga tarjima qilingan asarini oldim. Bu asarda asarning tushuntirilishida Jobsning va Ochbazning ko'zidagi o'xshamagan hayotini ko'rib olaysiz degan o'xshash odamni qiziqtiradigan tushuntirilishlar bor ekan. Shuning bilan men bu kitobni setib olib o'qidim. Bu Ochbaz Jobsning Ochbizi emas, Jobsning shirkatining oldidagi ko'chada yaponlarning sushi degan narsani sotadigan bir oshpaz ekan. Bu Jobs ashuni oshxonasiga bir necha qatim tomoq yegan yeri bor ekan. Shu banada bu o'zining 30 yillik, 30 yillik hayotini oshxona ichishdiki hammani tushuntirib bo'ldi. Men bu oshpaz bilan yaxshi tanishib oldim. Lekin bu oshpaz bilan tanishish uchun nurg'un vaqtim ketdi, ham iqtisodim sarf bo'ldi. Mushunga o'xshash masalalarga biz hammamiz uchrab turamiz. Shunlashqa bu kitobning e'loni bizga kerak bo'ladi degan fikrga kelib, mushu superga paranlar subsida kitobning e'loni berishni o'ylashib qoldik. Mening hayotimga ta'sir ko'rsatgan 3 kitob bor. Biri 17 yosh vaqtimda o'qigan dunyodagi eng ulug' maqsad kuchi. Yana biri 19 yosh vaqtimda o'qigan Baydadam Namrat Adam. Yana biri 22 yosh vaqtimda o'qigan Pul urushi degan kitob. Pul urushi degan kitobni davlatimizdan har bir fuqarosi cho'qim o'qishga tegishli deb qarayman. Shunga o'xshash har birimizning hayotidagi uchrashgan kitoblarimiz o'xshamaydi. Buning ichida ba'zilari kishilik turmushimizning ma'lum taraqqiyot bosqichida hal qiluvchi rol o'ynab qolishi mumkin. Amdiki masala kitobning e'lonini qanday beramiz degan savolga kelganda, birinchi paraz Paran subsining so'zliguvchilari mening hayotimga eng ta'sir ko'rsatgan kitob temasida ma'lum kitobning mazmunini va olgan ta'sirotini 10 minutning ichida yig'inchoqlab so'zlab berish. Musha orqali ko'rmanlar bu kitobning o'ziga mos kelmaydiganligini, qachon o'qisa bo'lganligini bilalaydi. Ikkinchi paraz Paran subsining so'zliguvchilari o'zining temasini so'zlab bo'lgandan keyin qistirma holatda o'ziga eng ta'sir qilgan kitobni tavsiya qilish. Mushu xil e'lon orqali hammamizning qisqa bo'lgan kitob o'qish vaqtimizni unumli foydalanishimiz va o'zimizning hayotni o'zgartiradigan ochiq kitob bilan tezroq uchrasha olishimiz mumkin. Shunga kal ko'rman do'stlarning, kitobxonlar do'stlarning aktiv bilan ovoz qo'shishini umid qilamiz. Qismana so'zim tugadi, sizlarga rahmat.